Sergeli tumani 300-maktabda o'qiydigan 9 yoshli 4-sinf o'quvchi qiz 5 ta o'g'il bola sinfdoshlari tomonidan samosudga uchragan. Mana 4-etajdan 1-etajgacha 5 ta sinfdosh bolalari quvlab tushib, biri mush bilan yelkasiga urgan, biri oyog'iga tepgan, biri popkasiga tepgan. Bu qizni ketishiga qo'yishmagan va oxiri 4-bola sakrab beliga tepgan. Qiz oldinga uchib ketgan va shu holat bo'yicha ikkinchi kamerani oldigacha bu qizni turtkilab olib borishgan. Bu qizni chiqib ketishiga hech qanaqa yo'l qoldirishmagan, chunki ular 5 ta bola bo'lishgan. Mana 5 ta bola kelib, mana hozir popkasiga tepadi. Bu qizim o'zini himoya qilmoqchi bo'lganda oyog'ini ko'tarib yuziga tepmoqchi bo'ladi, jag'iga. Keyin mana yana tegishadi qaytib kelib, bu qizni ketishiga qo'yishmaydi. 5 ta bola birma-bir tashlanishadi va oxirgi 5-bola kelib yuragiga sakrab tepadi. Juda qattiq kuch bilan tepadi. Qiz shu o'tirgan joyida yiqiladi, dumalaydi. Bu holat bo'yicha direktor tomonidan bolaga nisbatan ham, o'qituvchisiga nisbatan hech qanaqa chora ko'rilmadi. Bu holatga juda ham sovuq munosabat bildirildi. Bu bola sinfga chiqib, katta bo'lsam terrorist bo'laman, o'sha qiz ota-onasini pichoqlab, qonga belab o'ldiraman va o'ldirganimdan keyin o'sha zavqlanaman degan holatlari, bolaga nisbatan o'zini ko'rsatish holatlari bo'lgan.